Hop 1, 2, 3, 4. Sardor, mana bu Malibu'ni puli. O'rtoq rahmat. Meni ishga olganingdan beri ancha mashinalarga tushirib qoldim. Aytgancha, anu qora Gentra bor edi-yu. Kech ustadan chiqqanmi? Dumalab ketuvdi adashmasam. Shunga bitta klientga o'tdi, o'rtoq aralashmay tursang, o'shani sotib qo'yardim. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Sizmisiz? Ariza bilan keldingizmi? To'g'risini aytsam, adamlar olib berayotdilar mashinani. O'zlari ham bir ko'rsinlar dedim. Shunaqa deng. Amaki, o'g'lingiz kecha kelib mashinani ko'rib ketuvdilar. Mashina bir qo'l. Orqa sidenasiga odam ham o'tirmagan. Oladi, ancha yil xizmatinglarni qiladi amaki. Ancha yillardan beri pensiyamni yig'ib yurdim. O'g'lim ozgina ishlari yurishmay qoldi. O'shanga bitta yaxshi mashina olib beray dedim. Ota qilib yaratmasin ekan. Sizni gaplaringizga ishondim. Mana pul. Barakami? Baraka, salomat bo'ling. Yaxshiligiga haydanglar. Sardor o'rtoq, amaki ham sodda odam ekanlar. Pensiyalarni yig'ayotgan pul ekan, naqd sanab ketdilar. Oyni, mana salda o'ylang. Dumalab 3 oylab ustida yotgan mashinani shu dodaga aldab, yengi deb sotib qanaqa qilib bu pulni hazm qilmoqchisan? Senga o'xshaganlarni borib, mashina po'shtlarni obro'yi tushib ketayapti. Men bu pulingni olganda ertadan ishxonamda qoringni ko'rmaysan. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo ketib olay